Barselona Elchini 5-0 hisobida yorib tashladi va Rafinha 9likda bu juda ham yaxshi ekan. Keling bu o'yin haqida gaplashib o'tamiz. Akalar, Telegram kanal yaratdim bugun. Iltimos, havolada turibdi hamma silkalar. Kiringlar, obuna bo'linglar. Hamma narsa bor o'shanda, reaksiya, hamma futbol haqida, Barselona haqida ko'proq, albatta. Kiringlar, obuna bo'linglar, iltimos poddershka qilinglar. Kattakon rahmat. Va birinchi narsa bu man chap qanot himoyasida to'g'risi Cancelo yoki bir boshqacharoq variant Gerard Martinni chapga qo'yadimi, Eric Garcia markaziy himoyada bo'ladimi Gerard Martin bilan deb o'ylab o'tirdim, kunday o'yinda bo'ladimi deb o'ylab turdim, lekin Hansi Flick himoyani umuman boshqacha bir noyob qilib qo'ydi. Qanaqasiga? Chap qanot himoyasida Xavi Espart chiqdi. Umuman to'g'risi o'ylamagandim Xavi Espart chap qanot himoyasida o'ynaydi deb va o'ynay oladi o'zi deb o'ylamagandim. Chap markaziy himoya hop Gerard Martin, Christensen va o'ng qanot himoyasida bu Eric Garcia. To'g'risi lekin idealni o'ynadi. Hamma idealni o'ynadi. Gerard Martin mana markaziy himoyachi olib kelmasa ham-ku bu transfer onasi, to'g'risi men Gerard Martinga ishonaman. Christensen, agarda mana shu Christensen umuman jarohat olmasa, ishoninglar juda ham yaxshi himoyachi Christensen. Prosta ikkita mavsum juda ham ko'p jarohat oldi, shuning uchun biz ko'ra olmadik. Atak Christensen agar o'zini formasida ushlab olsa va jarohat olmasa, bu yana bitta yaxshi juda ham variant bo'ladi markaziy himoya. Kubarsi bilan anchagina yaxshi o'yna oladi chap markaziy himoyachi sifatida va o'ng qanot himoyasida Eric Garcia. Lekin eng qizig'i bu Xavi Espart. Mana o'yinni ko'rdingizlar-ku, Xavi Espart bir qanaqadir yoshlarga o'xshab o'ynamayapti-da Xavi Espart. Tayanch yarim himoyasida ham zo'r o'ynadi, o'ng qanot himoyasida ham butun umrida mana shu chap qanot himoyasida o'ynab yurgandek o'ynadi-da. Va juda ham to'g'risi menga Kimmixni eslatyapti, paslari va Xavi Espart eng kuchli nimasi? Miyasi. Xavi Espart kerak bo'lsa, ushlab turibdi ko'ptogini, kerak bo'lsa, salgina aldayapti, kerak bo'lsa, pas beryapti. Xullas, hammasi kerakli anunda va to'pga qanday tashlanishi va Xavi Espart mana sizlarga aytishga to'xtamayman, mana shu mavsum Barselonaga kerakli resurs bo'ladi. Juda ham. Agarda balda ketsa, вообще chap qanot himoyasida o'ynash mumkin. Ko'p narsa Hansi Flick ko'p narsani salgina g'alati qilib qo'ydi-da. Cancelo nimagadir o'ng vingerda chiqdi. O'yinni ko'rgan bo'lsangizlar. Cancelo chap qanot himoyasida chiqadi deb turdim, o'ng vinger bo'lib chiqdi. Va Adeyemi, Rafinha hamda bu Lamine Yamal. Adeyemi zo'r juda ham. Rotatsiya, mana Adeyemi Barselonaga kerak bo'lgan momenti chiqadi. Mana Luboy 3 ta pozitsiyaga ishlatiladi. Mana o'ng qanot hujumida ham chiqadi, kerak bo'lsa, markazda ham chiqadi. Mana qarshi hujum, mana Barselona masalan 3-0 yutib o'tirdi, bo'ldi. Dam olish kerak. Adeyemi chiqarib qo'yadi markaziy hujumga, bo'ldi. Chap qanot winger sifatida ham masalan juda ham yaxshi o'ynadi, gol urdi. Ochilishlar zo'r, birga bir aldash zo'r va shu futbolchi 30 millionga. Rafinha 9likda. To'g'risi do'stlar, men o'ylashim bo'yicha Rafinha 9likda o'zini juda ham yaxshi ko'rsatadi. Agarda masalan Julian Alvarez sotib olinmasa, Rafinhaga men 100% ishonaman 9likda. Shu jarohat olmasa bo'ldi. Rafinha agar jarohat olmasa 24-25 mavsumdan ko'ra yaxshiroq mavsum o'tkazadi. Bu o'yinda minuslardan bittasi Lamine Yamal. Yamal hate qilmay turinglar, hali juda ham kuchli mavsum, juda ham energiya ketkazadigan mavsum o'tkazilgan Lamine. To'xtamasdan 25-26 mavsumi va Jahon chempionatiga borib keldi, finalgacha bordi. Jarohatlar ko'p bo'ldi. Xullas, Laminga hali vaqt beringlar, sekin-sekin o'ziga kelib oladi u. Formasiga sekin-sekin kelib oladi. Lekin yaxshi signal. Hansi Flick, mana Hansi Flickning eng muhim narsasi shu ekanda, eng yaxshi narsasi. Mana yaxshi o'ynamadimi futbolchi? Sen Lamine Yamal bo'lasanmi, Pedri bo'lasanmi? Yoki
Messi bo'lsa ham Hansi Flick shuni chiqaradi zaminaga, yaxshi o'ynamayaptimi bo'l. Chiq zaminaga, sen o'rningga boshqa futbolchi chiqaraman. Kerak emas. Bu oldingi o'yin yaxshi o'ynadigan, balkim yaxshi o'ynar deb kutib o'tirish kerak emas. Va to'g'ri qilyapti Hansi Flick. Lamin Yamal o'ziga formasiga qaytadi, lekin formasiga qaytganicha biza uni ham majburlamasligimiz kerak o'ynashligi uchun. To'g'risi Lamin Yamal qanaqadir miyasi boshqa umuman dunyoda bo'ldi mana shu o'yin. Hali ham как будто mavsum oldi o'yinlarda o'ynagandek o'ynab yuribdi-da Lamin. Rafinha zo'r juda ham super va Anthony Gordon. Anthony Gordon bu mavsumni ochilishi bo'ladi. Men sizlarga garantiya beraman. Kafolatimni beraman. Anthony Gordon mana shu mavsum hamma tushunadi nimaga Barselona Rashfordni 30 millionga sotib olmaganligini. Va o'zi mana shu o'yindan ham tushunib olsa bo'ladi. Pressing hammasi, kalla, ochilishlar, yugurishlar hammasi shu Barselonaga mos keladigan, imенно Hansi Flickning stiliga mos keladigan futbolchiligini ta'kidlab o'tdi mana shu Anthony Gordon o'yini bilan. Va afsuski Gavi travma oldi. Mana shunisi yomon bo'ldi. Gavi to'g'risi 45-daqiqagacha juda ham bir kerakmas narsalarga otilib yururdi-da. Qanaqadir har bitta narsaga silishkim otilaverib oxiri jarohat oldi. Lekin aytishlari bo'yicha Barselona o'zi ham aytib o'tdi, hech qanaqa jarohat yo'q, hammasi yaxshi. Atletikga qarshi o'ynamaydi, lekin Atletikdan keyingi o'yinga, to есть keyingi yakshanbada adashmasam o'yin bo'ladi, o'shanga bemalol Gavi tayyor bo'ladi. Va keyingi o'yinga Rodri tayyor bo'ladi Atletikga qarshi, menimcha. Boshqa futbolchilar, Pedri. Ko'ryapsizlarmi? Mana o'yin Elche o'zi Barselonaga juda ham nima deydi uni? Komfortli klub o'ynashi bo'yicha, chunki Elche anchagina katta joylar qoldiradi, pressing qiladi. Shuning uchun ham o'zi 5-0 bo'ldi. Agarda yotib olsa edi himoyaga 5-0 bo'lmasdi. Bir 2-0, 1-0 bo'lardi maksimum. Bir 70-daqiqada Rafinha gol urardi. Elche bir qulay sapernikda mana o'ynashga qo'yadi, o'zi ham o'ynaydi. Elchega respekt. Bunaqa o'ynab berganchi, baribir ham endi klass boshqachada, klass bizada futbolchilarda. Lekin yaxshi o'ynadi Elche ham. Bir ikkita momentlar bo'ldi, afsuski adashmasam bittasi ustunga tegdi, bittasi birga bir urolmadi, Joan Garcia qaytarib qoldi. Va yarim himoyani birinchi taymda ushlab qoldi Elche. Bemalol yarim himoyaga ko'proq ustunlik Elche dedi yarim himoyada. Gavi bilan Bernal yaxshi o'ynamayotdi, lekin Gavi ketdi afsuski jarohat bilan, lekin Pedri chiqdi va Pedri chiqqani bilan yarim himoya Barselonaniki bo'ldi. Shunaqa Pedri 100% o'zini formasida bo'lmasa ham Barselonaning eng muhim o'yinchisi bu Pedri men uchun. Va yana bitta o'yinchi Fermin Lopez jahon chempionatida o'tkazib yubordi, to'g'rimi? Jahon chempionati agar bo'lsa Olmoni pozitsiyasini olib qo'yardi. O'ynashini ko'rdingizlarmi? Ko'p uchun qanaqa kurashishini va ana ikkinchi golni Bergim Silla urgan golni ko'rdingizlarmi? Oldingi mavsumda o'zi juda ham yaxshi ko'rsatdi o'yinni. Ekstraordinarniy o'ynayotdi-da. Bu mavsum umuman boshidan uje ikkita gol va ochilishlar Olmoga juda ham qiyin bo'ladi. Lekin Olmo ham zo'r o'ynayapti. Jahon chempionatida men ko'rsizlar o'yinni Olmoni. Hansi Flick menga juda ham xursand bo'lsa kerak. Unda Olmo bor. O'sha jarima maydonchasi ichida juda ham zo'r o'ynaydigan va jarima maydonchasi tashqaridan zo'r o'ynaydigan futbolchisi bor, Fermin Lopez. Boshqa o'yin haqida to'g'risi gaplarim yo'q. Hamma yaxshi o'ynadi. Shu o'yinning eng zo'r o'yinchisi albatta Rafinha bu mavsum Barselonaning eng zo'r o'yinchisi bo'ladi. Keyingisi bu albatta Xavi Espart juda ham zo'r o'ynadi. Juda ham. Chap qanot himoyachisida umuman o'ynamagan eng qizig'i. Barsa Atletikda ham, Barsa B'da. La Masiyada umuman o'ynamagan ekan. Lekin qanaqadir qilib qanot himoyachisida Baldedan ko'ra zo'rroq o'ynadi. Baldeni hater emasman-ku, endi to'g'risida paslarni ko'ryapsizlarmi?
Balli ko'rganmisizlar qachondir shunaqa pas berganini? Shunaqa gaplar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar shu o'yin haqida? Barselona 5-0 bilan o'yinni tugatdi. Kommentlar yozib qoldiringlar. Sizlarga qaysi o'yinchi eng ko'p yoqdi mana shu o'yinda va o'zi Barselonaga kerakmi Julian Alvares degan savol ham shu sekin-sekin miyamga urishni boshlamoqchi, chunki Alvaressiz ham Barselona yaxshi o'ynamoqda. Rafinha 9-likda bu juda ham yaxshi. Agarda klassik 9-lik kerak bo'lsa, bizda Hamza Abdulkarim bor. Like bosinglar. Komment albatta. Akalar, men Telegram kanal ochdim. Videoyimni pastda turibdi. Telegram kanalimga silkasi bemalol kirib, havola orqali o'tinglar, Telegramga obuna bo'linglar. Unda ham men o'zim Twitterdan yangi Alvares haqida, mana shunaqa transferlar haqida aytib o'taman. Kiringlar, birga gaplashamiz, birga ko'ramiz Barselonani o'yinlarini va umuman Telegram kanalimda tezroq chiqadi mana shunaqa hamma narsaga reaksiyalarim, fikrlarim. Faqatgina Barselona haqida gapirmayman, Real haqida ham, Tottenham haqida ham, Milan haqida ham, MU haqida ham, City haqida ham, xullas hamma narsa haqida. O'zbekistondagi yangi narsalar haqida ham gapirib o'taman.